Valentin Konstantinovich, siz ilgari husumatingiz bormidi Papishviliga nisbatan? Yo'q. Mimino bu ko'pchilik tomonidan sevib tomosha qilinadigan sovet komediya janriga oid kino hisoblanadi. Nimaga aynan biz sizlarga buni taqdim etamiz? Chunki bu filmda yuristlar tomonidan tahlil etiladigan bir sahna bor. Mimino filmini ko'rgan bo'lsangiz, Mimino bir erkakning uyiga boradi va uni uradi va qandilini sindiradi. Va bundan keyin u qamoqxonaga tushadi. Qamoqxonada unga bir yosh advokat qizni berishadi. Yosh advokat qiz bilan Miminoning suhbati bo'lib o'tadi. Yosh advokat qiz Miminodan so'raydi: "Narigi insondan qasdingiz bormidi?" deydi. Mimino yo'q deydi. Lekin bu kinoni ko'rganlar yaxshi biladiki, Miminoni albatta qasdi bo'lgan, chunki boyagi erkak Miminoning singlisini aldab, u bilan nikohsiz birga yashab, uni aldab tashlab ketib, farzandli qilib tashlab ketadi. Mimino shunda qasdi bo'lganligi uchun narigi insonga zarar yetkazadi. Biroq gruzillarda or-nomus juda baland hisoblanadi va Mimino buni yosh advokat qizga aytgisi kelmaydi. Sud jarayonida buni aytmaydi. O'sha suhbatda qiz tushuntiradi. Ya'ni, agar siz qasddan mana shu jinoyat sodir etgan bo'lganingizda, ushbu jinoyatingiz Sovet jinoyat kodeksi 206-modda 1-qismga tushadi va uzog'i 1 yilgacha javobgarlikka sabab bo'lardi. Lekin siz 2-qismni sodir etgansiz, bu holatda hech qanaqa sababsiz uni urgansiz, bu bezorilikka kirib ketadi. Bu 1 yildan 6 yilgacha ozodlikdan mahrum etish bilan jazolanadi. Siz qasdingiz bo'lsa ayting deydi, lekin baribir Mimino aytmaydi. Biroq yosh advokat qiz oxiri buni tagiga yetib, o'sha qasddan sodir etilganligini sudda isbotlab beradi. Xo'p, buni nima uchun aytyapmiz? O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ham shunga o'xshash holatlar mavjud. Misol uchun, Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 52-moddasi 2-qismi, ya'ni qasddan yengil shikast yetkazish hamda Jinoyat kodeksi 109-moddasi qasddan badanga yengil shikast yetkazish moddalari mavjud. Ularning farqi quyidagicha. Agar harakat sog'liqning qisqa muddat yomonlashuviga yoki mehnat qobiliyatining uncha ko'p davom etmaydigan turg'un tarzda yo'qotilishiga olib kelmagan bo'lsa, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 52-moddasi bo'ladi. Agar olib kelgan bo'lsa, ya'ni sog'liqning qisqa vaqt, ya'ni 6 kundan ortiq, ammo 21 kundan ko'p bo'lmagan muddatga yomonlashuviga yoki umumiy mehnat qobiliyatining uncha uzoq bo'lmagan muddatga yo'qotilishiga sabab bo'lgan bo'lsa, Jinoyat kodeksi 109-modda bilan kvalifikatsiya qilinadi. Ko'ryapsizki, bo'lsa, bo'lmasa so'zlarini o'rtasidagi farq sizni ma'muriy va jinoiy javobgarlikka